Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur vatandoshlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Yaxshi turib-otamsizlar? Bugun 11 oyning 2 kuni. Ati 11 oyning 3 kuni yana Amerika saylamniki eng oxirgi kuni, Amerika saylamining dumbiqining yerildigan kuni. Shunga biz oldin ola bu saylamniki natijasini qiyos qilishdan burun oldi bilan biz eng bir muhim ishni ko'pchilikka deb o'tmoqchi. U bo'lsa bugun atdigan Amerika vaqti Amerika Aqsaray Davlat bexatarlik komitetining e'lon qilgan Prezident Trump hukumatining Xitoy davlatiga qo'llangan siyosati va Amerika birinchi degan temada aqtashliq kitob e'lon qilinibdi. Bu aqtashliq kitobda Prezident Trump apandimning so'zlagan muhim nutqlari, Pompeo apandining so'zlagan muhim nutqlaridan tarkib topgan aqtashliq kitobkan. Şunun bilan birga parallel vaqtida Xitoy davlatimi Amerika davlatiga qarshi Amerika davlati butun dunyoning tinchligiga va bexatarligiga tahdid akilib 7 turlik jinoyatni o'tkazdi deb bayonot e'lon qildi. Ya'ni bunda aytganda 7 turlik maqola e'lon qilib Amerika hukumatini og'ir tanqid qildi. Mana shuningdan bilgani bo'ladiki, Amerika davlatining saylam mazgilidagi eng halqiliq paytda Xitoy hukumati Amerika'nın saylamiga qora qo'lini uzatdi degan gap. Hamda Amerika davlatini qarlash ham Prezident Trump hukumatiga hujumni boshlagan. Amerika hukumatimi Xitoy hukumatining bundaq maqola e'lon qiladiganligidan xabari bo'lib turganga o'xshash Xitoy hukumatiga qarshi bu aqtashliq kitobni e'lon qildi. Yana bir jihatdan Amerika hukumati saylamga bir kun qolgan vaqtida Xitoy davlatiga qo'llanayotgan ham bundan keyin qo'llanadigan siyosatini e'lon qilishdagi maqsad Xitoy hukumatiga qo'llangan bu siyosat intayin muhim degan gap. Odatdagi vaqtlarda chet elning siyosati Amerika davlatining ichki ishlariga va saylamlariga ta'sir ko'rsatmaydi ekan. Amerika xalqining ko'ngil bildig'ini Amerika davlatining iqtisod masalasi, xalq turmushiniki iste'mol iqtisodiy saviya masalasi, Amerika xalqining ishga o'rlashish ahvollari va har xil shakldagi Amerika xalqiga bo'lgan ta'minot qatorliq masalalarga muhim deb ko'ngil bo'lib kelayotgan ekan. Lekin bu qitim Xitoyningki masalasi bevosita Amerika manfaatiga munosabatlik bo'libmi Xitoydan kelgan bu Xitoy virusi Amerika xalqining ishga o'rlashish ahvoliga, Amerika davlatining iqtisodiy taraqqiyot masalasiga va Amerika davlatining bexatarlik masalasiga Xitoy hukumati bevosita munosabatlik bo'lib, shunga bu qitimqi saylamda Xitoy masalasimi nihoyat muhim bir masala bo'lgan. Shunga Amerika hukumatining Xitoy siyosatimi intayin muhim bir temaga aylangan. Bo'libmi Amerika hukumatining Davlat bexatarlik komitetining bu aqtashliq kitobni o'ttirga chiqarishdagi maqsadmi amaliyotda Amerika xalqining Prezident Trump apandim Xitoy hukumatiga qo'llanayotgan siyosatini tushunishni maqsad qiladi ekan. Bo'libmi Trump hukumati Xitoy hukumatiga qo'llangan siyosat jarayonida qozonayotgan natijalar va bundan keyingi qozonadigan natijalar hamda Prezident Trump apandimning kelgusini ko'ralaydigan aql farosatini Amerika xalqiga namoyon qilmoqchi ekan. Bo'libmi bu qitimqi saylamda Amerika hukumatining bexatarlik komitetining e'lon qilgan bu aqtashliq kitobi bu qitimqi saylamda nihoyat cho'ng harakatlantirgich rolni o'ynaydi ekan. Mana shu halqiliq paytda Amerika hukumati Xitoy davlatiga qanday siyosat qo'llanganligini va bundan keyin qanday siyosat ilib bordiganligini nihoyat aniq sharhlabdi. Shunga Prezident Trump apandimning Xitoy davlatiga tutgan bu siyosati Uyg'urlarning manfaati uchun intayin foydali bo'lib, shunlashqa Amerikada yashayotgan butun Uyg'ur vatandoshlar Prezident Trump apandimga bilet tashlash kerak. Prezident Trump apandim Xitoyga qo'llanayotgan bu qattiqqo'llik siyosati intayin yaxshi. Ayni vaqtidagi sobiq prezident Obama apandining davrida Xitoy davlatiga tutgan siyosati intayin loyiqazal bo'lib, hatto Obama apandim o'zimi Beijingga ziyoratga borgan vaqtida Xitoy hukumati Obamani ko'zga ilmay, aeroplanning shotisini vaqtida akab bermay, Obama apandini aeroplanning ichida uzun mezgil saqlatib, oxirida Obama apandim aeroplanning ichida nafas ololmay, aeroplanning oqidagi yonishlikdan serilib tushgan. Hatto Obama apandining oldiga qizil ranglik poyandozni akab bermay, aeroplan yenidagi Xitoy saqchilari Obama apandining qo'g'dug'uvchilari bilan kanay bo'g'ishgan.
Bu qitim e'lon qilgan bu oqtoshliq kitob bo'lsa, salmoq kuchi intayin cho'ng bo'lib, Prezident Trump efendimning bir qancha tantanalik nutqlari tafsili yozilgan. Buningdan keyin ma'lum Prezident Pence efendimning tantanalik nutqlari tafsili yozilib chiqqan. Buningdan keyin Boeing efendimning isil nutqlari tafsili yozilib chiqqan. Undan boshqa Prezident Trump efendim o'zining ishki kabinetidagi 4 nafar muhim erboblarini nutq so'zlatgan. Bunun ichida Pompeo efendimning Kaliforniyada so'zlagan mashhur nutqisi va Pompeo efendining biz Xitoy hukumatining tuzilmasini cho'qim o'zgartimiz degan jumlalar nihoyat aniq qilib xotirlangan. Yana uningdan boshqa Davlat bexatarlik komitetining mudiri O'Brien efendining mashhur nutqisi to'liq yozilib chiqqan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Ley efendining mashhur nutqisimi tafsila yozilib chiqqan. Yana uningdan boshqa Adliya ministrining ministri Bar efendining nutqisi nihoyat to'liq yozilib chiqqan. Yuqorqi deb o'tgan mashhur shaxsiylarning nutqlarini bizmi oldin qitim xabarlarda anlatib bo'lgandik. Mushu oqtoshliq kitobda to'liq xotirlangan Amerika hukumatining arboblarining so'zlagan nutqlarini to'plab Xi Jinpingning oldiga tashlaydigan bo'lsa, atom bombadan kuchli bo'lib, Xi Jinpingning yuragiga xanjar bo'lib sanjildi. Hamda Amerika xalqiga bir sistemalik Xitoy hukumatiga qo'llangan ham qo'llanayotgan siyosatni ifodalaydi. Oqtoshliq kitobning nutqlari tafsili yozilishdan ilgari Amerika Davlat bexatarlik komitetining boshlig'i O'Brien efendim birinchi qadamda kirish so'z yozgan. Bu kirish so'z nihoyat muhim bo'lib, kirish so'zda Prezident Trump efendim intayin az uchraydigan mashhur shaxsiy bo'lib, u 20 yilning oldida Xitoy davlati Amerika davlatiga iqtisod, siyosat, bexatarlik va madaniyat jihatda umumiy jihatdan ig'ir tahdid ilib keldiganligini oldini ola mo'lcharlagan deb yozilgan ekan. Prezident Trump efendimning bu gaplari hozir naq amaliyotda yuz beribdi. Ayni vaqtida Navarro efendim Xitoy davlatining ajalligi degan kitobni yozganda hech kim parvo qilmagan ekan, hech kim e'tiboriga ilib qo'ymagan ekan. Shu mezgilda Prezident Trump efendim bu kitobni ko'rib, xuddi angushdan tepagandek darhol Navarro efendim bilan aloqa o'rnatib, hamda Prezident Trump efendim o'zining Po'lat Temir Sodiga do'stiga mablag' sag'izib havola qilish orqali bu kitobni kino qilib ishlagan. Uningdan keyin bu kitob mashhur bir kitobga aylanib, ondan Amerika siyosatiga ta'sir ko'rsatgan. Mana hozir bo'lsa Navarro efendim Prezident Trump efendimning eng samimiy ixtisosshunoslik maslahatchisi bo'lgan. Shunga Prezident Trump efendim Xitoy davlatining abdi bashirisini olli burullam bilib bo'lgan. O'Brien efendimning kirish so'zida yana bir eskartgan nuqtasi bo'lsa, Prezident Trump efendimning ishki kabinetidagi 4 odamni Prezident Trump efendim maxsus o'zi bevosita buyruq tushirib, ularning har qaysi muhim sahnalarda bu mashhur nutqlarni so'zlattirgan. Pompeo efendi Kaliforniyada so'zlagan nutqisi intayin mashhur bo'lgan. O'Brien efendimning so'zlagan nutqisi intayin mashhur bo'lgan. Amaliyotda bu mashhur nutqlarni so'zlattirgizgan Prezident Trump efendim bo'lib, Xitoy davlatiga ilib borilgan siyosatlarni Prezident Trump efendim bu o'zining 4 ishki kabinet muhim odamlariga so'zlattirgizgan. Prezident Trump efendimning ishki kabinetining odamlari orqa bu mashhur nutqlarni Amerika xalqiga so'zlagan. Mana buningdan Prezident Trump efendimning mashhur rahbarlik iqtidori ko'rinib turdi. Hozir ba'zi bir media taratqularda Pompeo efendim Kaliforniyada so'zlagan nutqisi Prezident Trump efendimga vakillik qilmaydi. Pompeo efendim o'z oldiga so'zlagan deb jo'ylib yurganlar xeli jiqkan. Pompeo efendim Prezident Trump efendimning buyruqiga xilof shaklda xizmat qilamdi. Bu aqlga sig'maydigan ko'z qarash. Prezident Trump efendim o'zining rahbarligida bu 4 munavvar hukumat xodimlarini yuqorqidek mashhur nutq so'zlashga o'rinlashtirgan ekan. Ma'lum Prezident Pence efendimning Xitoy davlatining Amerikaga singib kirgan tahdidi degan nomdagi bayonot nutqlari Amerika xalqining yosharligini o'stirgan. İkincisi bo'lsa, davlat bexatarlik muavin bosh maslahatchi Boeing efendim ravon bo'lgan Xitoy tili orqali Xitoyning 4-may harakati va hozirgi Xitoy davlati degan temada mashhur nutqlarni so'zlagan. Uningdan qolsa O'Brien efendim, Pompeo efendim
Adliya ministri, FBI organının başlığı qatarlıqlar məşhur nutqlarını sözləyən. O'Brien əpəndim bolsa, Xitay dövlətini yanıla ideologiya cəhətdə bolsa, Marksizm, Leninizm, Stalin qatarlıqlarınınki yolida meniyotgan öz davlat xalqiga zo'ravonlik kuch yurgizib, tashqi jihatda tajovuzchilik g'arzini kengaytiryotidi degan. Federatsiya bexatarlik tekshirish idorasining boshlig'i va adliya idorasining boshlig'i so'zlagan nutqisida Xitoy davlatininki yumshoq kuchi Amerikaning har xil sohasining bulun pushqoqlariga singib kirayotganligi to'g'risida nihoyat ochiq sharhlagan. Federatsiya bexatarlik tekshirish idorasining boshlig'ining bayon qilgan nutqisida her 10 saatte Xitoy jasuslari Amerikada tutilayotganligi to'g'risida nihoyat aniq tushuntirib doklad bergan. Mana buningdan ko'rvog'ini bo'ladi Xitoyning Amerikaga ko'rsatayotgan tahditlarining naqadar cho'ngligini his qilsak bo'ladi ekan. Buningdan qolsa Pompeo apandimning mashhur nutqisiga kelsak, Pompeo apandim o'zining mashhur nutqisida Xitoy davlati bilan bo'lgan munosabatni oxirlashtirish, Xitoy hokimiyatini o'zgartirishni radio qilgan asosda Xitoy davlatiga siyosat ilib berish kerak degan nutqlarni bayon qilgan. Bu aqtashli kitobda Prezident Trump apandimning yana ikki mashhur nutqisini tafsili xotiriga olgan. Prezident Trump apandim 5-oyda so'zlagan nutqisida Xitoydan tarqalgan Xitoy virusining javobgarligini surishti qilish kerak. Xitoydan tarqalgan bu virusni Xitoy davlati o'zi mas'uliyatiga olish kerak hamda xalqaro sahiya organdan va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining organlaridan chekinib chiqish kerak degan mashhur nutqlarni so'zlagan. 9-oyda so'zlagan nutqisi bo'lsa, Hong Kong masalasi to'g'risida hamda Hong Kongga ilib berayotgan imtiyozlarning hammasini bekor qilib etish, ham Xitoy hukumatini iyiblash, ham Xitoy davlati inson huquqini dafsanda qilayotganligini, ham insoniyat jinoyatini o'tkazayotganligini so'zlab ekan. Mana shu yuqorqi so'zlab o'tgan mashhur shaxsiylarning nutqlarini xulosalab chiqqan vaqtimizda Xitoy davlatiga nisbatan sistemalik ham to'liq bo'lgan bir yangicha Xitoy davlatiga ilib boradigan siyosat bo'lib hisoblanadi ekan. Aqtashli kitobning ismi bo'lsa Amerika birinchi deb yozilgan ekan. Bunda aytganda Amerika e'lon qilgan Aqtashli kitobda Amerika birinchi degan mazmun bo'ladi ekan. Bu demak Amerika birinchi degan gap. Hargizmi Xitoy davlati birinchi bo'lishga ruxsat qilinmaydi ekan. Xitoy bo'lsa bir fashizmlik bir davlat bo'lgandan keyin davlatlarni ninjiga turg'izganda eng keyinda turish kerak ekan. Shunlashqa Amerika davlati birinchi bo'lish sifati bilan Xitoy davlatiga keng ko'lamlik har jihatda qattiq qo'lliq siyosatni qo'llanib, bu qo'llangan qattiq qo'lliq siyosat Xitoy hokimiyati gumron bo'g'icha davomlashadi ekan. Qisqacha xabarimiz tugadi. Hammanglarning qimmatli vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.